Aka, o'zi ham 5-marta umraga boryapmiz. Dushmanlar ham yonib o'lsa kerak. Bizga ishonmaganlar ana endi ko'rib qo'ysa. Bolam, Hey, o'zingizga iltimos. hali hammasi O'zi oldin. yomon bola emas. Ozgina sog'ligim yomonlashganligi uchun shunaqa qilgan. Bizni ko'chada militsiya nima O'zi qilibdi? yaxshi bola. Vohidov, bolani ehtiyotkorlik bilan olib kiring. Akam o'lib ketmanglar. Tinchlikmikan? Bizga nima aka? Yuring, samolyotga kech qolamiz. Qo'shnimiz u. Bor so'rachi. Tinchlik? Tinchlik, hurmatli fuqaro. Hozir bolam issiqroq kiyimni olib chiqay iltimos. Faqat tezroq bo'ling. Ana Qani tinchlikmi? Yon qo'shnimiz rahmatli Anvar akani o'g'li o'g'rilik qilibdi. Hali yosh bola-yu. Onasi kasal bo'lib, больницаga tushib qopti. Aptekaga borib dorilarni hisoblatgan, puli yetmagani uchun hamma dorilarni o'g'irlab qochib ketgan. To'xta deyapman, ey. Hamma yoqda kamera bo'lsa, nima qilardi o'g'irlik qilib? Yosh bolada hali. Yuring aka, samolyotga kech qolamiz. Uka. O'g'ri aslida u emas. Biz o'g'rimiz. Tushunmadim. Ziyoratga ajratgan pulimizni yon qo'shnimizga ajratmasdan unga bee'tibor yurganimizni o'zi o'g'rilik emasmi? Xo'p, hozir shunda nima qilish kerak aka? Ozroq borib bu bola ketilgan zararni qoplaymiz. O'sha aptekachi bergan arizani o'ziga qaytarib oldiramiz. O'zimizni bolalarimiz o'qiyotgan xususiy maktabga shu bolani kirgizib qo'yamiz. Bo'lmasa men ziyoratga bormayman. Aka, bo'ldi. Men sizni tushundim. Hamma zararlarni o'zim qoplab beraman. Faqat siz ziyoratga borasiz. Hozir. Aka, to'xtang. Maylimi men ham borsam. Borib hamma zararlarni o'zim bo'ynimga olaman. mayli, hurmatli fuqaro. Marhamat.